Bekor shogird, qo'lga tushdingizmi? Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Material yo'q edi, shuni keyinga ozgincha bekor o'tirmaylik deb shuni o'ynab turganlikda. Nimalar yasayapsiz? Shunga o'xshash. Ya, bu endi bu yosh shogirdlarning nimasi, yosh bolalarning o'yinchog'i. Yoshida ko'p o'ynaganmisiz deyman, odatdan bo'lgansiz. Endi katta bolalarning Legosini olib keldim. Endi buni o'ynamaymiz. Mana haqiqiy Lego. Yosh bolalarning nimasi bor, katta bolalarning Legosi. Bu nima bu ustoz? Oching ko'rasiz. Mana bu haqiqiy katta bolalarning Lego o'yini. Bir yo'la montaj qilasiz, ish ham bitadi. Bir yo'la o'yiningizni ham o'ynaysiz, miyaga ham berasiz. Buni afzallik tomoni, buni afzallik tomoni oldin двойной uchasnik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ikkitali uchasnik quyma bo'ladigan bo'lsa, bunda alohida. Buni qulayligi mana devorga qotirganda bemalol o'zini o'rinlari ham mana o'zida bemalol to'g'rilab ishlatsangiz bo'ladi. Xohlagan uchasnikni qo'ysangiz bo'ladi. Mana двойной uchasnik o'rniga. Qulayligi masalan devor agar sal suvoqda ma'bun qotirgandan keyin ichkari va tashqari qoladigan bo'lsa, bunisini mana sal chiqarib yoki orqaroq qo'yib to'g'rilasa bo'ladi mana bemalol. Yoki buni o'rniga resurklyatsiya buni qilasangiz bo'ladi mana. Двойной uchasnik, ya'ni nimasi o'zida buni mana qaytib ketadi yana. Issiq suv keldi, resurklyatsiya qaytib ketadi. Juda ham oson. Xohlagancha buni masalan o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana shu bilan ish ham tez bitadi. Ham yoshlikni eslab bemalol ishlasangiz bo'ladi. Ushbu videoni yosh shogirdlarga jo'natib qo'yamiz. Bu Lego fittinglar bilan ish ham chiroyli, ham sifatli chiqadi. Bo'ldimon chaqimni beringlar. Mana bu o'yinchoq endi sizga.